Salom do'stlar, bu videoda biz mod qushdik. Mana videosi ham chiqadi. Qushni o'rgatgan bo'lamiz. Ham hozir bularga bu sizlarga yoqib ketadi. O'zimni izlab olaman. Kirib ko'rish kerak, qanday zo'r bo'lsa. Keyin uni qaranglar sizlar. Uni qaranglar, muncha chiroyli bo'lsa-da kirib ko'ramiz. Endi qanday bo'lar ekan? Vorildi ekan, u addon emas ekan. Nima deydi? Sizlarga ham ko'rsataman, videosi ham chiqadi. Reklama bo'ladi deb o'yladim-u, reklama bo'lmadi. Qot ekan. Uni qaranglar. Uni qaranglar. Birinchi marta Minecraftda shunaqa boyagilar ko'rishim. Bu yer meni uyim ekan, u menga yoqayapti. Boyagilar deb yotibman, bilmayman. Nega chiqsa yaxshilab ko'ramiz. What the fuck? Uni qaranglar, bu nima? No deganmi? On degan o. Yoki nima qilib qo'ygandir. Uni qaranglar, muncha chiroyli ekan, qoyili. Qaranglar, muncha chiroyli bo'lsa-da. Chiqayotgan joyini izlayman. Tushayotgan pastga. Keyin chiqib ketaman bu yerdan. Bu podval menimcha. Bu ochilmayapti. Mayli. Bir chiqayotganmi yo bu yoqmikan? Bu yoqqa borib ko'rish kerak, tepolmaganda suv oqayapti. Tomchilab, bir podval menimcha. Bermakan yo chiqashqari. Kirib ko'ramiz. Bir emas, cho'milayotgan joyga o'xshaydi. Muncha qiyin bo'lib ketdi. Buni yopamiz endi va chiqish joyini izlaymiz. Nima qilib? Bu nima? What the fuck, ochilmayapti. Chiqib ketamiz agar. Chiqish joyi qayda bo'lsa-ya. Muncha qiyin ekan chiqish. Mana tavib oldik. What the fuck? Benzin bormi? Uni qaranglar, qanday chiroyli joy bo'lsa. Menga bu shahar yoqdi. Shahar, biz citydamiz. Citydamiz. Qani endi kirayotgan joyi? Videodan chiqib ko'raman. Bitdik. Yopildimi? Hamma yopilmay qo'yaversin. O'yna qaranglar. Hayla chiqib ketgan joyini ham topib oldim. Boya joy ekan, biz bilmabmiz uni. Yopildi. Mashina bo'lsa-da. Bu oynaga o'xshab ketgan. Boyagini shaharga o'xshab ketirgan. Chiqib ko'ramizmi? Kirayotgan joyini izlaymiz. Uzun ham-ku bu. What the fuck? Muncha zo'r joyga keldim. Agar o'sha video, mana shu videoga 10 talar yig'ilsa, videosi ham chiqadi. Yig'ilmasa chiqmaydi. Qanday qushni o'rgatmayman-da. Mashinam bor ekan, lekin buni bo'lmaydi. What the? Uni qaranglar. Tugamasa ham kerak. Tekshirib ko'ramiz agar. Nima bo'lar ekan? Kimaniga? Creative qilamiz, delete qilamiz. Endi uchib ko'ramiz. Hozircha ketyapti. Hozir tugamaydi. Mana tugagan-ku bu. Uyimizga kirib mandala qilaylik. Narsalar qo'yamiz. Pishti divon yoki ko'k divon. Odamlar yo'q ekan-da. Odam deb o'ylabman mana shu narsani. Lekin meni soyam ekan. Mashimada meni uyim. Basini ham bor ekan. Bas emas o.
Mana shu meni o'yim. Uncha yaxshi o'y emas ekan. Mani o'y qattiq yaxshi edi. Mayli, menga yoqdi. Uni qaranglar, hech unaqa Minecraft'lar qo'ymagan. Mod qo'shib sizlarga chiqishib ko'rsatishim kerak. Bu sandiqlarda hech bola yo'q. Qanday chiroyli bo'lmasa-ya. Qani endi boya uxlayotgan xona. Ne qilamiz sen? Bu emas, uxlayotgan xona. Eshiklar ochiq qolaversin. Bu esa chiqayotgan xona. Oqshom qanday chiroyli, nima bo'lar ekan? Mana topdim. Oho, men bu yerni boshqartirishim kerak. Ko'kka qo'yib chiqishim kerak. Negaligini aytsam, shunga-da. Ko'kda olamiz, gilamchalardan. Topdik, ochamiz, olamiz. Devonlarga kirib, ko'k devon izlaymiz. Topamiz, olamiz, tayyor. Endi bular qo'yishga to'g'ri keladi. Mana qo'yib chiqamiz va endi bu narsaga vishtak boshqachami? Boshqacha emas u. Boshlaymiz. Qo'yib chiqamiz bular. To'xtaydi, bitta narsa ko'rgandek bo'ldim. Nima ekan bu? O'sha modni kim yaratgan bo'lsa, o'sha odamda sandig'im ko'mlanib ketay debdi. Biz esa hozir boshqa trayekda o'ynash yomon qiyin bo'lyapti. Menga yoqmaydi. O'rganib qolganman shunday o'ynashga. Qo'yib chiqamiz bular. Ya baba, buni yopish kerak. Oldik, endi yopamiz. Menga yoqmayapti bu mod. Mayli, ikkinchi qismida boshqa mod qo'shamiz. Bunikidan zo'r bo'ladi u mod. Izlab ko'raman qanaqa mod bo'lar hali. Nima zo'r bo'larki u mod. Izlab ko'raman zo'ridan. Faqat bu videoga 10 ta like yig'ilsa chiqadi boya videosi. O'zim chiqmaydi. YouTube'dan ko'rasizlar. Hozircha obunachilar, videomiz ham tugadi. Kurdilaring shaharni to'xtanglar. Tugamasa sizlarga shaharga aylanib ko'rsatib beray desam. Ketdimi agar ko'rsatib beraman sizlarga. Qaranglar. Bansin deb o'ylasam, bansin ekan. What the fuck? Bu ham tugamay ketarkan. Kirib bo'larmi ekan o'zi bu yerga? What the yer qayer bo'lsa? Menga suvga tashlaymiz o'zimizni. Bu yerga tushdik. Kemani qaranglar. What the zo'r ekan. Tuz obunachilar. Bularni esa bilmadim. Davom etamiz yurishdi.
Ketdik, yuramiz. Bunaqa qilib beramiz. Ketib qoldim, nima? Keldim. Zo'r yaratibdi-da, uni qaranglar. Hech kim yasalmaydigan darajada yaratgan-a. Qo'yib ketdim, uni qaranglar. Nima zo'rman lekin. Oho, katta binolar. Buni axir City desa ham bo'ladi. Minecraftda dunyodagi eng chiroyli City. Biz endi uyimiz izlaymiz. Jo'qotib jardik. Metabolik. Shumi? Ha, shu ekan do'stlar, obunachi. Endi biz benzinda qolamiz. Ikkita benzini bormi? What the fuck? Tekshiramiz agar. Bitta, ikkita. Mana benzin ekan, menimcha. Aytganimdek, uni qaranglar. What the fuck? Qo'yil. Bu yoqqa sakrab o'tamiz desam, tala qildim. Unaqa kreatimga kirganmiz-ku biz. Do'stlar, obunachi, videolarimiz ham tugadi. Cityni ko'rdilaring. Ikkinchi qismida 10 talaga olsa shu chiqadi.